Assalomu alaykum qadrdon. Tojikiston milliy taomi qurtobon tayyorlaymiz. Boshladik. Maslika margarinlardan solamiz-da. Xamiram ideal bo'ladi. O'rta chumchoqda xamir olamiz. Yarim soatda tayyor bo'ladi. Go'shtlarni marinovka qilib pishirishga tayyorgarlik qilamiz. Soya sos bilan marinovka qilamiz. Tabga qarab tuz, koriander. Avval. Ketdi duxovkaga. O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'qol. Tatimas yo'qsan jonim, yo'qsan dildor so'z. Video yoqqan bo'lsa, kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi sonlarda